Bugungi bizning ish jarayonimiz GOST 16557 mineral kukuni dondorik tarkibini va xakizishligini aniqlash. Mineral kukunlarimiz asabbeton qoplamasida may to'ldiruvchi va uni fizik xususiyatlarini oshirish, yuqori haroratga bardoshligini oshirish sifatida ishlatiladi va uni gidrofob xususiyatlarini, ekspluatatsiya muddatlarini oshiradi. Birinchi navbatda ish jarayonini boshlashdan oldin biz mineral kukunimizni doimasiga quritish shkafda quritamiz. Quritish temperaturasi 105 +-5 harorat bo'lishi kerak. Mana biz hozir mineral kukunimizni quritdik, doimasigacha erishdik. Hozir bundan 50 gram olib, distillangan suv bilan qo'shib yuvamiz. Mana mineral kukunimiz doimasiga erishdi. Hozir bundan 50 gram olamiz. Mineral kukunimiz suvi tiniq holatga keldi. Mineral kukunimizni yaxshilab yuvdik. Hozir buni biz quritish shkafda doimasigacha quritamiz. Mineral kukunimiz doimasigacha quridi. Hozir biz buni maxsus elaklardan o'tkazamiz. Raqami 125 0315 071. Elash jarayonini qachon biz bajarildi deb hisoblaymiz. Agarda elayotganimizda 30 sekund davomida elakdan 0,02 gramdan yuqori massa tushmasa, o'shanda biz uni bajarildi deb hisoblaymiz. GOST bo'yicha GOST 16557 mineral kukunimizning bir qismi bajarildi. Endi haq kezishini aniqlashga o'tamiz. Haq kezishini aniqlash uchun bizga ikkita piknometr kerak. Ikkita piknometr yordamida haq kezishini aniqlaymiz. Mineral kukunimizni 10 gramdan piknometrga solamiz. Piknometrimizga 10 gram mineral kukundan soldik. Endi piknometrga 1/3 hajmidan ko'p bo'lmaganda suv solamiz. Piknometrimizga 1/3 bo'lmagandan ko'p suv soldik hajmidan. Hozir biz buni qumli vannaga olib borib qaynatamiz. Mineral kukunimizni avvalda qaynatishdan oldin piknometrlarni yaxshilab aralashtirib qumli vannaga qo'yamiz. Mineral kukunimiz qaynadi. Qaynagandan keyin biz buni xona haroratigacha sovutamiz. Xona haroratimiz temperaturasi 20 +-2 gradus. Piknometrlarimiz chiziqcha suv bilan to'ldirildi. Hozir buni taroziga tortamiz. Mineral kukunimizni suv bilan qo'yilgan piknometrga suv bilan qo'yilgan massasini tortdik. Endi buni hozir men to'kib tashladim. Yaxshilab ichini yuvdim. Hozir distillangan suv bilan yana to'ldiramiz. Chiziqcha piknometri va yana tarozi tortamiz. Mineral kukunimizni haq kezishini aniqlash ishi bajarildi. Hozir buni natijalarini yozib olib, sanab rasmiylashtiramiz. GOST bo'yicha bajargan ishlarimiz, dondorik tarkibini va haq kezishini aniqlagan natijalarimizni hozir Excelga solib, formulaga qo'yamiz. Natijalarni rasmiylashtiramiz.